Zamonaviy kvartiraning interyer dizayni tayyor bo'lib qoldi. Darxon avenida joylashgan 105 metr kvadratlik kvartiramizni interyer dizaynini ko'rsatib bermoqchiman. Darxon avenida joylashgan 105 metr kvadratli kvartiramiz interyer dizaynini tayyorlab bergandik. Mana xudo xohlasa xonadon egalari o'zi yashashni boshlashdi. Bu yerni bitirib topshirdik. Biz bu yerda nima ishlarni qildik? Hozir sizlarga tushuntirish berib, ya'ni tanishtirmoqchiman. Eshidan kirib kelganda umumiy hol qismini chap tarafiga kattagina oyna joylashtirdik. O'ng tarafda bizda garderobniy shkaf bor. Garderobniy shkafdan kiyimlarni olib, ya'ni bitta odam o'ziga qarab, bemalol ko'chaga tashqariga chiqib ketish uchun. O'ng tarafda oyoq kiyimlarni bemalol o'tirib almashtirishga sharoit yaratdik. Bu oyoq kiyimlarni o'tiradigan divanimizni pastiga robot pilisos uchun joy ajratib ketdik. Ya'ni umumiy robot pilisos uyimizni tozaliklariga, ya'ni qarab turadigan. Kvartiramizni umumiy interyer dizayn yechimini shunaqa qildik, ya'ni planirovkada shunaqangi yechim qildikki, yo'nalish neoklassik yo'nalishi, ya'ni dizayn yo'nalishi neoklassik yo'nalishi va oshxonamiz bilan umumiy ovqatlanish xonasini studiya qilib ochiq formatda ishladik. Qanday holat joylashtirdik? Mana ko'rishingiz mumkin, planirovkadan ham bir qismida oshxonamiz, bir qismida o'zbekcha aytganda mehmonxona. Aslida bu mehmonxona emas, oilaviy o'tiradigan zona. Oilaviy o'tiradigan zonani oshxona bilan birgalikda qo'shib ishladik. Biz dizaynimizni oshxona bilan mehmonxonani ajratib turadigan qismida razdvижnoylik oyna joylashtirganmiz. Ya'ni bu hozir oynagimiz hali kelib o'rnatilmagan. Uy egalari agar xohlasak o'rnatamiz deyishdi. Hozirgi holatda ham juda ham chiroyli turibdi, ya'ni ochiq, keng bo'lib. Kvartiramizga kirib kelganda odamda shunaqangi kayfiyat bo'lyaptiki, hovliga kirib kelganda kayfiyat bo'lyapti. Kenglikka kirib kelganda kayfiyat bo'lyapti. Bemalol oyoq uzatib o'tirib kitob o'qiydigan va kino ko'radigan sharoit, ya'ni yumshoq zonani ham qildik. 5-6 kishi o'tirib ovqatlanadigan stol-stulli zonani ham qildik. Ya'ni asosiy qarashimiz ovqatlanib bo'lgandan keyin oilaviy bemalol gapirishib o'tiradigan sharoit qildik, ya'ni yumshoq mebelli zona bilan birga. Mehmonxonamizni, ya'ni umumiy xonamizni stol-stullik joylashuv qismida devorga ishlatgan dekorativniy elementlarimizga, hattoki bu uyimizni sovutish va isitish ga xizmat qiladigan konditsionerimizni ham shuna joylashtirganmiz. Qarashdan joylashtirgan dekorativniy oynagimizni bir element bo'lib turibdi. Ya'ni bu konditsioner. Konditsionerni shuna joylashtirganmizki, doimgidek ko'rinishda uy bir qismiga, bir chekkasiga emas, biz ishlatgan dekorativniy elementimizni, ya'ni tugash qismiga joylashtirganmiz. Bu Hufman kompaniyasidagilar buni, ya'ni bizga topib berishdi. Topishimizda qiynalmadik, xudo xohlasa. Bu tugash qismi shuna ko'rinib turibdiki, har bitta bu yerga joylashtirilgan kartinka, qo'yayotgan chiroqlarimiz va oynagimiz, konditsionerimiz bir-biriga bog'liq bo'lib turibdi. Bu narsadan nima demoqchiman? Hozirgi holatda agar konditsioner olib qo'yadigan bo'lsangiz, bu yerda o'zi dizayn buzilib qoladi. Shunaqangi kayfiyatda ishlashga harakat qilganmiz. O'zi asli dizaynda ham xuddi shunaqa. Siz dizayn tayyorlab berganingizdan keyin o'sha dizayn elementlaringizni qaysidir qismini olib qo'yadigan bo'lsa, siz xohlayotgan narsa va u yerda hozirgi holatda ko'rinib turgan narsa, ya'ni o'zini ko'rinishini yo'qotish kerak. Va men sizlarga hozir oshxonamizni ko'rsatmoqchiman. Oshxonamizda shunaqangi yechim qilganmizki, planirovkamizni devori qiyshiq joylashgan tarafiga oshxonani mebelini joylashtirganmiz. Bu oshxona mebelini umumiy joylashtirib, oshxona mebelini bir burchagida uyimizni isitish sovutish sistemasiga xizmat qiladigan kotelnik va aristonlarimizni shunaqangi joylashtirganmiz. Ko'rinishidan oshxona mebel, lekin mana bu qismida o'sha umumiy uyga xizmat qiladigan, issiq sovuqlikka xizmat qiladigan texnikalarimiz joylashtirib yuborganmiz, ya'ni shkafni o'zini ichiga. Va bu yerda kichkinagina barlik qismimiz ham bor. Ya'ni bu ostrov deyiladi, ya'ni ayollarimiz uchun juda ham qulay zona, ham ovqat tayyorlashga, ham ikkitagina odam bemalol choy ichib o'tirishga juda ham zo'r qulay zona, ya'ni qilganmiz. Eng kerakli joyini, ya'ni ustki qismini, ovqat tayyorlanadigan ustki qismini toshdan qilganmiz. Oddiy materialdan emas, ya'ni bu tosh har taraflama. Buni ustida ovqat tayyorlashga ham, gigiyenik tarafdan ham, ertaga ya'ni yuvilishlari ham oson bo'lishi uchun toshdan foydalanganmiz. Oshxona texnikalarini
shunaqangi tanlaganmizki, Bosch firmasini eng original texnikalarni tanlaganmiz. Bu yerda hozirgi holatda dizaynni o'ziga bog'lab olishga harakat qilinyapti. Ya'ni mana bu shkaf, mana shu yerda bizning xolodilnikimiz bor. Xolodilnikni umumiy eshigi shkafdagi ishlatilayotgan mebelga umumiy bog'lab, ya'ni joylab yuborilgan. Bu bizning dizaynimiz ham chiroyli ko'rinishiga, ham bir xilda odamning ko'zini chalg'itmaydigan ko'rinishga joylashtirishga xizmat qiladi bu elementimiz. Umumiy xonamizga joylashtirgan yumshoq mebelimiz atrofi bilan sizlarni bir tanishtirmoqchiman. Ya'ni bu yerda mana sizlarga ovoz eshitilib turgan bo'lsa kerak. Sun'iy kamin joylashtirganmiz. E'tibor beringlar, chiroqlarni o'chirib qo'ygan holatda kitob o'qimoqchi bo'lsangiz, shunaqangi, ya'ni elektronik kamin yoqib qo'yib turib, ovozidan kayf qilgan holatda maza qilib kitob o'qisangiz bo'ladi. Xohlasangiz televizor ko'rishingiz mumkin. Yana bir zo'r qulaylikdan bizning xabarimiz yo'q edi. Hozir kvartirani, ya'ni umumiy video obzorini qilayotganimizda bu narsani ko'rib qoldim. Alisa sistemasini o'rnatish. Ya'ni ko'pchilik biladi, Alisa sistemasi qurilishdan avval qilish kerak. Qurilishdan avval to'liq uni hisobini olish kerak, ichkarisiga montajlarni qilish kerak. Yo'q. Qurilishdan keyin ham shunaqangi kichkina apparat orqali xonadoningizdagi texnikalarga ulab qo'yish mumkin. Ya'ni shu Alisa orqali hamma texnikalaringizni boshqara olasiz. Oddiygina Alisa xuddi shunday sizni ishladi va sizni buyurgan buyrug'ingizni amalga oshiradi. Bu narsani siz kofe mashinaga, pechkalaringizga, umumiy, ya'ni konditsionerlaringizga, sizni xonadoningizdagi barcha texnikalarga ulab qo'yishingiz mumkin. Siz oddiy ovoz buyrug'i orqali bu narsani boshqara olasiz. Bu yerdagi mebelimizni ikkita tarafini dekorativniy elementlar bilan to'ldirganmiz. Ya'ni bu dekorativniy elementlarga umumiy uyi interyeriga xizmat qiladigan dekorativniy elementlar bor va bu dekorativniy elementlarni bog'laydigan, ya'ni kitoblarimiz ham bor. Bir qismiga dekorativniy elementlar joylashtirganmiz va bu biz tayyorlab bergan dizaynni to'ldirib turibdi. Televizor orqasiga ahamiyat beringlar. Alohida keramik granitdan shu yer uchun olib keltirib, ya'ni o'rnatganmiz. Bu ham haqiqiy o'sha odamni o'ziga his qilish uchun tosh effektini berganmiz televizorning orqasiga. Endi baqa o'tib oling. Devorlarimizga ishlatayotgan kartinalarimiz ham kvartiramizga juda ham mos. Shaxsan men o'zimga hozirgi bu ishlatilgan kartina juda ham yoqdi. Abstraksiya yo'nalishida bu kartina ishlangan. Ijodkor uchun, ya'ni men uchun bu narsani tomosha qilish juda ham qiziq. Adashmayman, sizlar uchun ham bu, ya'ni abstraksiya yo'nalishidagi kartinalarni tomosha qilish juda ham qiziq bo'lsa kerak. Nima demoqchiman? Mehmonxona uchun, oilaviy o'tiradigan xonalar uchun devorga shunaqangi osiladigan element tanlayotganinglarda iloji boricha ya'ni ko'rinmagan, ya'ni to'liq obzori ko'rinmagan, odamni o'yga tondiradigan, ya'ni mavhum yo'nalishdagi dekorativniy elementlardan foydalanishlarni tavsiya qilardim. Mehmonxonamizga ishlatgan lyustralarimizga ham ahamiyat beringlar. Lyustralarimiz haqiqiy neoklassik yo'nalishdagi shu xonamizga kvadratlariga mos lyustralar ishlatganmiz. Har xil qilib olyapmiz. Uyimizni hol qismi bilan sizlarni tanishtirmoqchiman. Ya'ni hol qismida nima ishlar qilganmiz? Eshikdan kirib kelishda odatda oyoq kiyim ko'proq turadigan va oyoq kiyim bilan yurish ko'p bo'ladigan qismini biz kafel qilganmiz oyoqdagini. Oddiyroq aytganda, ya'ni eshikdan kirib kelganda o'ng qo'lda kiyimlar uchun garderob joylashtirganmiz va oyoq kiyimni bemalol o'tirib almashtiradigan, ya'ni mana bunaqangi kreslo joylashtirganmiz. Bu kresloning tagini ochiq holatda qoldirganmiz. Hozir oyoq kiyimlar turibdi. Bu yerda asli biz robot pilisos mo'ljal qilganmiz. Robot pilisos turadigan yeri shu. Shu yerda biz robot pilisos uchun, ya'ni joylab ketgan rozetkalarimiz ham joylashtirib o'ylab ketilgan. Bunaqangi prixojniy mebel joylashtirishimizning asosiy sababi kvartirada ko'pchilik ya'ni novostroykalarga e'tibor qilayotgan bo'lsanglar, kolonnalar devorlardan chiqib qolgan qismlari, shaxtalar o'tib ketgan qismlar. Ya'ni bizda shu yerda shaxtamiz bor edi. Biz shaxtamizni dekorativniy ko'rinishda yopdikda, shaxtadan kirgan qismini shkaf o'rnida foydalanardik. Bu ham interyerimizga ham qo'shimchalik beradi, ham kvartiramizda xunuk bo'lib chiqib turgan shaxtamizni dekorativniy uslubda bekitib olishimizga xizmat qildi. Juda ham go'zal holatda. Va chap qo'lda umumiy sanuzul joylashtirilgan. Ya'ni umumiy sanuzul shunaqaki, tanishtiray, bu umumiy sanuzulda, ya'ni biz ikkita kir yuvish mashinasini joylashtirganmiz. Ya'ni buni bittasi kir yuvishga xizmat qiladi, yana bittasi kirlarni quritishga xizmat qiladi. Ya'ni bu ham uy egalari uchun komfort, qulayligini yaratadi. Yana boyaga aytganimdek, shaxtani o'rnidan qanday foydalanib olgan bo'lsak, bizda bu yerda kolonna bor edi. Ya'ni mana shu qismi kolonnamiz. Kolonnamizning ustini bir qismini yopganmizda,
va o'sha kolonna bilan devorga kirgan qismidan biz foydalanib stiralniy mashinamizni joylashtirib olganmiz. Chap tarafida kirib kelganda umumiy dush, ya'ni e'tibor qiling, planirovkasida burchak qismi borda, ya'ni burchak qismiga biz dush joylashtirganmiz va bu dush burchak qismlarini eng kirgan yerlariga shampunlar, sovunlar terib qo'yiladigan sharoit qilganmiz. Yana bu yerda e'tibor beriladigan va imkon qadar qulaylikka qaratilgan sanuzulda joylashgan rakovinamizga e'tiborlarni qaratmoqchiman. Har bir odam uchun, ya'ni yuzini yuvayotganda o'sha rakovinadan foydalanayotganda keng bo'lgani juda ham qulaylik olib keladi. Bizda xuddi shunaqangi kenglik joyi bor. Kolonnamiz bilan umumiy uyimiz devorini ajratib turgan qismiga biz rakovinani joylashtirganmiz. Rakovinani bir qismida o'sha rakovinada foydalanadigan sovunlar bo'ladimi, shunga o'xshagan dekorativ elementlar, atirlarni joylashtirib qo'yish mumkin bo'lgan kichkinagina dog'cha qoldirganmiz. Ana endi sizlarga umumiy kvartiramizni qolgan xonalarni tanishtirishni boshlayman. Studiyniy ko'rinishda bo'lganligi uchun eshidan kirib kelganda hol bilan oshxonamiz bitta umumiy ko'rinib turibdi. Bu yoq tarafda yotoqxonamiz va bolalar xonasi joylashtirilgan. Hozir men sizlarga yotoqxonani tanishtiraman. Bu yotoqxonamizda ham dizayn uslubimiz, ya'ni yo'nalishimiz neoklassik yo'nalishdan foydalanganmiz va boya aytganimdek neoklassikka bo'lib, to'liq neoklassikka e'tibor qaratmaganimizda ma'lum bir joylariga modern uslublardan, minimalizm uslublaridan, ya'ni ular mebel bilan bo'lishi mumkin, foydalanganmiz. Bir-birini, ya'ni dizaynlarni bir-biriga uyg'unlashtirilgan holatda. Bu yerda yotoqxonamizda nima qanaqangi yechimlarni qilganmiz? Ya'ni o'zimga qiziq va o'zimga juda ham yoqqan yechimlar. Eshidan kirib kelishda to'g'rida spalniy kravat joylashtirganmiz va bu spalniy kravatimizni umumiy o'sha qiblaga oyoq bo'lmagan holatda joylashtirishga harakat qilganmiz. Ro'parada bitta televizor o'rnatganmiz. Bir xilgi mijozlarimiz televizor o'rnatib berishni xohlashadi, bir xilgilari xohlashmaydi. Ya'ni o'zlarini xohishlariga bog'liq. Tavsiya qiladigan plyus taraflari bor, minus taraflari bor. Biz bu yerda televizor joylashtiramiz. Ya'ni televizor bir tarafida ayollarimiz uchun xizmat qiladigan bo'yanish stoli. Biz bo'yanish stolini shunday joylashtirganmizki, mebelimizni orqasidagi va uni tagidagi tumba elementlari bilan birga uyg'unlashtirib ketilgan holatda joylashtirganmiz. Va bu yoq tarafda spalniy kravatimizni bosh tarafiga dizaynni barelyef yo'nalishidagi, ya'ni ozgina odamda, ya'ni kayfiyat beradigan, barelyef ko'pchilik biladi, 3D ya'ni ko'rinishda devordan ajrab chiqarilgan, ya'ni kartinalar nazarda tutilyapti. Bu yerda ham xuddi shu narsadan foydalanganmiz. Devorda ozgina barelyefdan foydalanganmiz. Ya'ni odamga bu juda ham e'tiborni ham tortmaydi. Ko'pchilik kartina joylashtirib qo'ydi. Biz o'sha kartinani dekorativ element sifatida barelyef yo'nalishida foydalanganmiz. Elektrika qismlarining joylashuvlari, ya'ni bitta odam kelib shu yerda o'zidan umumiy chiroqlarni yoqib o'chirishga sharoitlarini ham alohida hisobini olganmiz. Yotoqxonamizni o'zi uchun xizmat qiladigan sanuzulimiz sizlarga ko'rsatmoqchiman. Bu sanuzul o'zimga juda ham yoqadi va kreativ uslubda dizayn tayyorlaganmiz. Yotoqxonamiz joylashgan sanuzulimiz ichida yuvinadigan alohida ostrofli, ya'ni atroflari ochiq vannadan foydalanganmiz. Ya'ni bu narsani asosiy xohishi mijozimiz o'zlaridan kelib chiqqan. E'tibor beringlar, suv chiqadigan qismlarini o'zini o'sha, ya'ni trubalari kelishi uchun orqasida ma'lum bir masofa bo'lishi kerak. Biz o'sha masofadan foydalanganimizda alohida shu yer uchun tosh olib keltirganmiz. Ya'ni o'sha toshni o'rnatganimizda keyingdagi qoladigan masofasiga biz orqasidagi, ya'ni umumiy konstruksiya, ya'ni o'ziga kerak bo'lgan o'sha trubalarni, element nimalarni tiqib olganmiz ichkarisiga. Bizga yana o'sha kenglik kerak bo'lyapti. Bu yerdagi hammomga ishlaydigan sovun, shampunlarni ham joylashtiriladigan kichkinagina tog'chani joylashtirib ketganmiz. O'zim uchun juda ham zo'r yechim qilingan yotoqxonamiz uchun alohida garderob. Ya'ni odatda biz tayyorlab berayotgan dizayn kvartiralarimiz ichida spalniy xonamizni o'zini bir tarafiga garderobni shkafimizni joylashtirishga o'rganib qolganmiz. Bu yerda amerikacha uslubda, ya'ni nima uchun bunaqa deyapman? Amerikada asosan garderobni shkaflar bo'lmaydi. Sababi garderob uchun alohida xonalar qilinadi. Xuddi shu singari kichkinagina xona qilganmiz. Endi bu yer hozir ichkarisiga kirib men, ya'ni ko'rsatishni tavsiya qilmayman. Sababi bu joyda o'zi mijozlarimiz yashashni boshlashgan, kiyimlarini yig'ib qo'yishgan. Yana mana shu qism bizda to'liq garderob. 2,5 metrga 3 metrlik garderobning, ya'ni xonamiz bor. Bizda to'liq bizni ehtiyojimizni qondiradigan, umumiy uy egalarining ehtiyojlarini qondiradigan kenglikda garderob xona shakllangan. Endi men sizlarga bu xonani ko'rganda odam yosh bola bo'lgisi kelib qoladigan darajadagi interyer dizayn ko'rsatmoqchiman. Ya'ni bu xona bolalar xonasi. Kirishim bilanoq o'zidan o'zi menda shunaqangi narsa bo'ldiki, ovozimni tonini pasaytirdim. Sizlarga ham bilindimi? Bu hozir, ya'ni video uchun qilmadim. O'zimdan o'zim, ya'ni bu yerdagi nima uchun bunaqa bo'ldi? Bu yerdagi ranglar va bu yerdagi bolajonlik kayfiyati meni ovozimni bosib qo'ydi. Sizlarda ham xuddi shunaqangi kayfiyat bo'ladi, ya'ni shunaqangi bolalar xonasiga kiradigan bo'lsanglar. Biz bu yerda
Asosan o'ylaganimiz, bu xonamiz o'g'il bolalar xonasi. Bir dona o'g'illari bor. O'sha o'g'illar uchun sharoit qilganmiz. Boshida mijozimiz bilan gaplashganimizda, garderobni shkaf qanchalik kattalikda bo'lsa, o'yinchoqlar uchun, kitoblar uchun shkaf xuddi shunchalik kattalikda bo'lsin dedilar. Ya'ni bu shkafimiz ichining bir qismida kitoblar joylashgan, bir qismida umumiy bolajonimizning o'yinchoqlari joylashgan. Hozirgi dekorativniy o'yinchoqlarimiz uchun joylashtirgan shkafimizga qaraganda kichkinaroq bolajonimizni, ya'ni garderob shkaflari joylashtirganmiz oyoq taraflariga. Bu yerda ertaknamo kayfiyat shakllantirish harakati qilganimiz uchun devorlarda ertaknamo foto aboylardan foydalandik. Ya'ni biz dizaynda qanaqangi rasmdan foydalangan bo'lsak, bu yerda ham xuddi shunaqangi aboylardan foydalanib ustalarimiz chiqarib berishdi. Va bu yerda asosiy rangi odamni juda ham o'ziga tortadi. Bu xonada asosiy rang yashil rang, ya'ni yashil rang dam oldiradigan, odamni o'zini bosadigan rang. Hovlimizning rangi och qaymoq rang, ya'ni jimchuk rang. Bu yer yashil rang. Biz shuni qilganmizki, eshigimiz bir tarafi och qaymoq rang, bir tarafi yashil rang. Shunaqangi, ya'ni biz bilan hamkorlikda ishlagan mebel kompaniyalarini, eshik kompaniyalarini bu qaysi ma'noda mahoratlari juda ham go'zal chiqqan. Bir tarafini boshqa, bir tarafini boshqacha rang. Ya'ni siz ham interyer dizayningizni tayyorlatgizdirayotganda dizaynerga shunaqangi talab qo'ysangiz bo'ladi. Bu narsani ilojisi bor.